Hop, bugungi pochtalarni boshlaymiz endi. İşte alavadagi tuxumlarni ham olinadigan 3 kilo kelgan. Assalomu alaykum Parvoz aka-ukalar. Sog' salomat yuribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Juma yo'minglar muborak bo'lsin. Hop. Bugun pochtalarni chiqaryapmiz. Bugun xudo xolasa polni pochtalarni tugatamiz, Alloh nasib qilsa. Hop. Videoni o'tkazib yormasdan oxirigacha ko'ring, chunki bu upakovka jarayonida kasalliklar bo'yicha ham sizlarga dori aytib o'tib ketamiz. Hop, hozir Navoiyga 0741 raqam egasiga chiqaryapman. U aka o'tgan yil ham olganlar, mana bu yil ham chiqaryapman ularga. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi mana. 11 taga zakaz qildilar. 1 2 3 4 har tomondan qilib olay. Hop. 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 taga zakaz keldi, 10 ta. Hep bu akamizga bo'lsin, 10 taga zakaz keldi. Hop, bu yerda o'sha kampir maykalar, tula maykalar, turklar, ashlar hammasi tuxumidan bor. Turklarni bonus qilib qo'shib beryaptim. Hop, ana qo'lingni olib. Motorni o'ldirasan. Doktor. Hop, 10 ta zakaz qilgan akamizga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta. 2 ta bonus qilib beryapman. 2 ta bonus. Hop, bu Navoiyga ketyapti bu. Hop. Birilib. Ay yo'q, hali yakam video qilaman. Hop. Buni beka qo'yib turamiz. Hop. Paka o'chirmay turamiz buni. Qo'qonga bor ekan, zakolat tashlagan ekan, hali pul tashlabdi. Ularga chiqarmay turamiz. Hop. Toshkentga bitta ukaxonimiz tuxum oluvdilar. Tuxumlarni sandirganlarmi nimadir, u tovuq o'lib qolgan mana shunaqa narsa bo'libdi. U akamizga chiqaramiz mana ekan. 5 taga zakaz qilganlar. Keyingisiga 2 ta, 4 ta, mana 5-inchisi bo'ladi. Endi bu akamizga kelayam doktor yana qo'shamiz. 6 ta bo'lsa. Hop. Mana bu yerda mana ayda tovuqlar ustum bo'lib tuxumlar tashayiribdi. Sal tuxum kiribroq bo'lib qolgan. Ustum bo'lgan hisobiga sinibdi. Prosta bu bonus bu. Hozir 5 ta zakaz qilgan bo'lsalar 6 ta bo'ldimi? 7 ta 8 ta qilib chiqarib yuboraman mana ekan. Bular qo'y ustidagi liniyalari 2020 chempionni, mana shularning tuxumlari mana ular, dog'ib qo'yganlar. Bularga mana hozir 5 ta zakaz qilgan bo'lsalar 8 ta qilib chiqarib yuboryapman. Sirasi yozib qo'yay bularga. Hop, Toshkent. Lik 962 50 80. Hop, buni ham bekor qo'yib turamiz. Hop, keyingisi Samarqandga 4 ta zakaz qilgan ekanlar.
To'rtta bo'lsa to'rttada. Ikkita. Cho'lponni tuxumidan ketyapti mana cho'lpon. To'rtta. Bor ana 6 ta. Bor endi mana shu tuxumdan yana bitta qo'shib yuboramiz. 7 ta bo'ldi managa. Hop, bu agamiz Samarqand. Hop, Samarqand 33'lük. Qaniydi? 291 291 06 01 06 01 raqamiga 4 ta zakaz qilganlar 7 ta qilib chiqarib yuborganman. Ha, buni ham olib turamiz. Hop, endi nimaga bu operatorimizni 30 ga chiqardik hozir? Nimaga bu kam zakaz qilganlarga 3 ta bonusu 10 ta zakaz qilganga 2 ta desangni chimayib degan xo'rozima tuxumidan. O'sha 10 ta zakaz qilgan akamizga qo'shib qo'ydim mana aka. Mana 13 ta bo'ldi. Hop, bularni bonus qilib berayotganligim tovuqlarim polna hammasi 100% tuxumlayapti. Bir kunda 15 ta, 16 ta qilib tuxum olyapman. Xudo xolasa endi ochirib menimcha ko'p ham bo'lmasa kerak. Hop, undan keyingisi Samarqandga tayyorladim. Samarqandga tayyorlaymiz. Toshkentga, Navoiyga. Hop, endi Samarqand bo'ladigan bo'lsa, Surxondaryoga bitta akamizga 78 raqamigasiga 4 ta zakaz qilingan. Bular oldin ham tuxum olganlar, yana chiqaryapman. Hop. Shunda 4 ta 5 ta 6 ta 7 ta. Bu akamizni ham anchadan beri muomala qilamiz. Shuning uchun mana 8 ta qilib beraman. Sakkizta qilib chiqarib yuboraman. Bu Surxondaryoga ketyapti bu. 78 raqam egasiga. Operator bo'lmasa ham qiyin ekan. Hop, Surxondaryo. Surxondaryoga 90lik 933 78 Ha, bu yerda turib tursin. Endi Toshkent viloyatiga 6 ta zakaz qilganlar.
bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, oltita zagasam 7 ta qilib chiqarib olasizmi dedilar. Mana ekan lavz 7 ta. Lavzimdan tondim mana ekan 8 ta qilib bordim. Mana sizga aka 9 ta qilib bordim mana ekan. İlyosbek rosa lavsiz ekan deb yursinlar. 7 ta qilib beraman dedi, 9 ta qilib boribdi deb. Hop, nomerlari 99lik 637 85 37 85 37 Toshkent Zangota. Ular o'tgali ham olganlar bu akamiz. Toshkent yozuv ham zo'r bo'ldi. Toshkent Zangota. Bu akamiz oldindan olganlar. Yana paftor buylan beryapmiz. Hop. Pochtalarimiz 5 ta pochta tayyorladik. 5 talasi tayyor. Hop, endi sizlarga va'da qilgan o'sha kasallik bo'yicha aytiladigan dorimiz. Aka-ukalar, hozirgi paytda parrandalarda silabalashish, bujumayib, toj qorayish, ashaka holatlar bo'ladi. O'sha narsani yo'q qilishni sirini aytaman sizlarga. Sir emas, davosini aytaman. Hop. Sizlarga bu holatlarni ham tushuntirib o'taman. Oldin kasallik bo'yicha bo'lardi. Endi parrandani kasal bo'lganda qanaqa holatlarda, qaysi kasallikda qanaqa holatlarga tushadi. Parranda qo'nishib, axlati suyuq, ichida nos singari bidir-bidir narsalar bo'lsa, u oshqozon yaxshi ishlamayotgandan bo'ladi. Axlatida zilonka bo'lsa, u o'tfak yaxshi ishlamayotgandan bo'ladi. Axlatidan ko'proq bu narsaga diagnoz qo'yiladi. Holatimdan ham axlatidan. Endi bu zilonka bo'lishi o'tfakni yaxshi ishlamasligidan bo'ladi. Bu o'tfak yaxshi ishlamagandan keyin oshqozonni buzadi. Chunki asosiy ovqatni parchalab beruvchi narsalardan bittasi. Ichki a'zolardan bittasi. Bu hollarda qilinadigan dorilar. Hop, odam aptekasida 2 ta kiryon olasiz, 2 ta allohol olasiz. Buni 2 ta allohol maydalab yanchib, 2 ta kiryon aralashtirasizda 10 gram dog' suvga eritasizlar. 10 gram dog' suvga eritib, uni 10 gram dog' suvga eritasizlar, ichirib yuborasizlar. U bir marta ichiriladigan narsa, bitta ichirganingizdan keyin ushi bo'ldi, oshqozon hazmi yaxshi bo'ladi. Faqat bitta narsasi, oshqozon hazm qilmayotganini bilganingizdan keyin tezda bu ishni qilish kerak. Chunki agar oshqozon hazm qilmayotgan bo'lsa, misol 2 kun yo 3 kun holatda oshqozon hazm qilayotgan bo'lsa, uni hech qachon siz hazm qildirishga harakat qilmang. Uni обязательно operatsiya qilish kerak. O'lib qolmaydi, xudo xolasa, Alloh umr berib turgan bo'lsa, o'lib qolmaydi. Jig'ildonni tevasidan shu bitta lezva tortasiz, parda qismi, teri qismi, undan ichida parda qismi bo'ladi. Qo'rqmasdan lezva tortib chiqarib tashlang. Chunki u narsa 2 kun 3 kunda o'sha parrandani jig'ildonida u achitqa bo'lib qoladi. Achitqa bo'lgandan keyin uni siz hazm qildiradigan bo'lsangiz, u zahar tanaga singib qonga o'tib ketib qoladi. O'shuning uchun u halok bo'lishi mumkin. Shuning uchun u narsani parranda nobud bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz agar bugun bilib qoldingizmi, bugunlik kunda o'sha dorini qilib turib hazm qildiring. Agar 2 kun 3 kun bo'lgan bo'lsa, u narsani operatsiya qilib tashlash kerak. Eng xavfsiz yo'li. Bu narsani o'sha allohol kiryon ichirganingizdan keyin bu narsa hazm bo'ladi. Hazm bo'lgandan keyingi qilinadigan lecheniya, sirasi orqasidan qilinadigan lecheniya. Обязательно badanni ushlang. Agar badanida isitma bo'lsa, paracetamol tabletka yoki paracetamol detskiy switchcha orqasiga tiqib qo'yasiz. Paracetamol tabletka bo'ladigan bo'lsa, ichirib qo'yasiz. U isitmani ko'rish kerak, isitmasi bo'lsa. Isitmasini tushirib olib turib, keyin odam aptekasidan ampitsilin
Novocain, ikkita askarbinga kislotasi, dexametazon bitta, vitamin B12 ikkita. Qo'shasizda uni 2 grammdan 4 dan ukol qilasiz. Bir kunda 3 mahal 5 kun mobaynida qilinadi. Bu lecheniya to'liq bo'ladi. Bu askarbinga ishtahalarini joyiga keltirib beradi. Dexametazon uni qayta uyg'otib beradi, tetiklashtiradi, kasallikka qarshi kurashtiradi. Ampitsilin bu antibiotik, bu o'sha shamollashlari ichidagi dardi uchun davo hisoblanadi. Bu vitamin B12 bu qilinayotgan antibiotiklarning nojo'ya ta'sirlarini kesadi. Shuning uchun vitamin B12 обязательно qilish kerak. U doriga aralashtiriladi. Shu narsalarni qilasiz. Parrandangizda ozgina silabalik sezdingizmi? Xuddi shu dorini tayyorlab turib urib qo'yavering. Liboy holatida, liboy kasalligida shu dorini shu tayyorlang, uring. Bu universal dori. Har qanday kasallikka ketadi bu narsa. Shunaqa gaplar. Bo'ldi, tugab qoldi gap so'zlar ham. Joyingiz sog' bo'lsin. Akalarimiz, tuxum olishgan akalarimiz chempionlarni chiqarishsin. Avvalo bexato chiqsin, chiqqanlari chempion bo'lsin. Joyingiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, aka-ukalar.